Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Taharet elish uchun istinja qilish farzmi? Qog'oz ishlatishmi bo'lamdi? Taharet elish uchun istinja qilish ta'kidlangan sunnatlarning qatoridan. Agar nijosat chiqqan o'rinning sirtiga tarab ketgan bo'lsa, bu chaqda suv bilan yuvitish farz bo'ladi. Agar chiqqan o'rinning sirtiga tarmagan bo'lsa, bu chaqda qog'oz bilan yoki chammu bilan istinja qilishimicho bo'ladi. Ammo uxlaganlik sababdan yoki yel chiqqanlik sababdan taharet sunib ketgan bo'lsa, bu vaqtda istinja qilish lozim emas, taharetni elivasi bo'ladi. Har qanday holatda suv bilan istinja qilib o'tish bu yaxshi afzal. Qog'oz ishlatgandan keyin yoki chamni ishlatgandan keyin mu suv bilan yuvasa texmo yaxshi bo'ladi. Istinja qilgan vaqtda o'zirsiz, sababsiz o'ng qo'l bilan qilish yoki sunak va shuningdan boshqa hurmatlashga tegishlik narsalar bilan istinja qilish makruh, xato ish.